Bugungi globallashuv davrida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, chetdan kirib kelayotgan mahsulotlarni o'zimizda yetishtirish, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan boyitib borish eng muhim masalalardan hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda Xiva tumanida aholining talabi eng yuqori bo'lgan kartoshkachilikni rivojlantirish, hosildorlikni oshirish hamda sohaga zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy etish maqsadida o'quv seminar tashkil qilindi. Mavzu tafsilotlari hozirgi lavhadan o'rin olgan. Seminarda viloyat va tuman hokimligi mutasaddilari, qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari, agroklasterlar vakillari, ko'p yillik tajribaga ega fermerlar hamda dehqonlar ishtirok etdi. Dastlab ishtirokchilarga hududning tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqib kartoshka yetishtirishning samarali usullari haqida batafsil ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, hududlarda bahorgi va takroriy ekin sifatida kartoshka yetishtirish imkoniyati mavjud. Buning uchun avvalo yer maydonlarini to'g'ri tanlash, sifatli va sertifikatlangan urug'likdan foydalanish, ekish muddatlariga qat'iy rioya qilish muhim sanaladi. Biz bilamiz, dehqonchilik bilan juda qadimdan shug'ullanib kelamiz. Lekin oxirgi yillardagi mana bo'layotgan global iqlim o'zgarishi, ya'ni yozda o'ta issiq bo'lib ketyapti, qishda kutilmagan bir anomal sovuq bo'lib ketyapti. Ayniqsa yog'ingarchilik miqdori kamayib ketdi. Mana o'tgan yili ko'p yillik o'rtachalarga qaraganda 50% dan ham kamayib ketdi yog'ingarchilik miqdori, shu darajada past bo'lgan. Qolaversa, suv zaxiralarimiz bizda qishloq xo'jaligida sug'orib foydalanadigan suvimizni 80% transchegaraviy hududlar evaziga o'tib keladi-da bizda. Sirdaryo mana Qirg'izistondan, Tojikistondan o'tib kelsa, Amudaryo bu yerda shu Afg'onistondan. Yuqoridan shu kamayish holatlari butun dunyoda ham shu suv muammosi uchrayapti, lekin mana oxirgi yillarda mana Afg'onistondagi shu Amudaryo suvini bir qismi burilgani boshqasi ko'pgina viloyatlarimizda shu qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suvga bo'lgan ehtiyojni, muammoni keltirib chiqaryapti. Shuning uchun harakat qilish kerak, ilmiy asoslangan o'sha resurs tejamkor texnologiyalar, ya'ni suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash, tomchilatib sug'orish joriy qilish bugungi kunda talab bo'lib boraveradi. O'tgan yil viloyat bo'yicha 6000 gektar dalaga kartoshka urug'i qadalgan bo'lsa, joriy yilda esa bu ko'rsatkichni 10000 gektarga yetkazish va o'tgan yili olingan 120 000 tonnalik hosil bu yil 300 000 tonnagacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. O'tgan yil viloyatimizda tomchilatib sug'orish orqali kartoshkani birinchi marta yetishtirib ko'rdik. 300 sentrdan kartoshka yetishtirildi o'tgan yili. Yilni boshidan fermerlarga aytildi, gektarga shu eng kamida 30 tonnadan 50 gung tashab turib, keyin ekish bilan birga 500 kilodan amofosda solib ekadigan bo'lsak, hamda muddatida 20-mart uzoqqa 20-martgacha ekadigan bo'lsak, yuqori hosildorlikni olish bo'yicha aytib o'tildi. Oldin masalan paxta bilan g'allaga imtiyozli kredit berilgan bo'lsa, joriy yildan kartoshkaga ham 12% dan imtiyozli kredit ajratildi. Bu kartoshka yetishtiruvchi umuman fermer xo'jaligi uchun qulayliklar yaratdi. Seminarning nazariy qismida kartoshka navlarini to'g'ri tanlash, tuproq tahliliga asoslangan o'g'itlash tizimini yo'lga qo'yish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish choralariga alohida to'xtalib o'tildi. Mutaxassislar tomonidan taqdimotlar orqali aniq misollar va amaliy tavsiyalar berildi. Seminar doirasida dala maydonida amaliy mashg'ulotlar ham tashkil etildi. 15 yil oldu eşemiz, hosildorlik yaxshi, yildan-yilga shu tecrübe arttırıp, mana görüp tursiz, şu ustazlarımız var. Gelip şu tecrübemiz aşırıp 30 tonna, 35 tonna etrafında hasıl aldık. Bizimizin ambarlar var saklaydigan. Ambarda koyup şu bazanın tarafına karab asta-asta çıkarıp sataveramiz. Kerişi ekiş için en birinci yerini terbiye kılış gerek. Gün taşış gerek. Amofosunu 400 kilodan amofos veriş gerek. Her bir gektarına. Şunda şu hasıldorlik yukarı boladı. Eğer şalını izine ekilediğim olsa, şor yoğulmaydı. Ben yine görüp tutsuz şalını izi, nem üzerine yeterli, üzerine ekip, terbiye kılıp, salkında ekilse esasen şu may ayında yığıp terip alsa boladı. Sel Mart ötüp ekseniz, iyuna kalıp giderdi, iyunda pişerdi. Hazır salkın sever ösümlük bu kerçiye. Şu salkında rivajlanıp, yakşı yetişip kaladı. Haşeratlardan hem saklanadı. Oğut beri şu 400 kilo amofos ekişten aldım yeresiz. Keyin 400 kilo sülfet, kali, şu oğutlardan yine 400 kilo oğut verildi. Çok karazat yetmeydi. Lekin hasılı yukarı. Urug'likni üzerimiz yetkazamiz. O'tgan yil ekilgan urug'ni urug' qilib, ambarda qo'yib, hozir mana fevral oyida chiqarib ekyapmiz. Yerni tarbiyasi shunda hosildorlik ham yuqori bo'ladi, sifat yaxshi bo'ladi. Bozor talab mahsulot yetkazamiz. Xalqimiz dasturxon to'kin bo'ladi. Yuqori hosil olish bilan birga kartoshkani saqlash, saralash va realizatsiya qilish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Mutaxassislar sovutgichli omborxonalardan foydalanish, mahsulotni bozorga tayyorlash jarayonida sifat talablariga amal qilish zarurligini ta'kidlashdi.